Assalomu alaykum. Men Noila Nazarova. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali talabasiman. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan mavzu guruh rahbarining ota-onalar bilan olib boradigan ish shakllari. Quyidagi rejalar tuzib olingan. O'quvchilarning ota-onalari bilan ishlash mahorati. Ota-onalar bilan ishlashda olib boriladigan ish shakllari. Ota-onalar bilan ishlashning muhim jihatlari. Maktab ta'limi jarayonida sinf rahbarining vazifalari juda keng ko'lamli bo'lib, ular orasida eng muhim yo'nalishlardan biri bu ota-onalar bilan hamkorlikda ishlashdir. Bolaning har tomonlama kamol topishi, yaxshi tarbiyalanishi va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi uchun maktab, ma'naviy oila uchligi muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ham sinf rahbari nafaqat o'qituvchi bilan, balki uning oilasi ham doimiy aloqada bo'lishi zarur. Ota-onalar bilan ishlash shakllari bir necha turlarga bo'linadi. An'anaviy, noan'anaviy, zamonaviy. Bu shakllarning har biri o'zining maqsad va samaradorligi, yondashuv uslubiga ega. An'anaviy ish shakllariga quyidagilarni kiritish mumkin. Sinf ota-onalar yig'ilishi eng ko'p qo'llaniladigan shakl bo'lib, o'quv yilida kamida 3 marta tashkil etiladi. Yig'ilishda sinfning umumiy holati, o'quvchilarning intizomi, davomati, baholari, tarbiyaviy ishlari ko'rib chiqiladi. Ko'p hollarda yig'ilish faqat hisobot tarzida o'tadi, ammo aslida bu suhbatlar ota-onalar uchun bolalari haqida chuqurroq ma'lumot olishga xizmat qilishi kerak. Yakka tartibdagi suhbatlar ota-onalar bilan alohida holatda suhbatlashish o'quvchining shaxsiy muammolarini hal qilishda juda foydali hisoblanadi. Ayrim ota-onalar umumiy yig'ilishlarda o'z fikrlarini erkin bildira olmasligi mumkin. Shuning uchun ham guruh rahbari har bir ota-ona bilan alohida uchrashuvlar tashkil qilib, ularning fikrini eshitishi lozim. O'quvchilarning uyiga borish hamisha amalga oshirilmasa-da, muayyan hollarda juda zarurdir. Sinf rahbarining ota-onalar bilan olib boradigan ishlari g'oyat keng, ko'p qirrali bo'lib, bu ishlar faqat sinf va maktab miqyosida cheklanmaydi. Aksincha, turar joydagi va o'quvchining ota-onasi ishlab turgan korxonalardagi jamoatchilik bilan ham yaqin aloqada bo'lishni taqozo etadi. Bizning yosh avlod xalqimizning inqilobiy mehnat va jangovar an'analarini o'zlashtirib, o'ziga katta avlodning eng yaxshi fazilatlarini, g'oyaviy e'tiqod va matonatini, vatanga muhabbatini, uning iqtisodiy va siyosiy jangovar qudratini mustahkamlashda ishtirok etishga intilishni singdiribgina o'z bobolari va ota-otalari ishini davom ettira va ko'paytira oladi. Bu ishda ota-onalar ayniqsa muhim o'rin tutishlari kerak. Oila boshqa tarbiyaviy muassasalardan farqli ravishda odamning butun hayoti davomida uning barcha tomonlariga, qirralariga ta'sir ko'rsatishga qodirdir va odatda ta'sir ko'rsatadi. Oilada tarbiya vazifasining bu ulkan miqyosi uning mafkuraviy va psixologik ta'sir ko'rsatishning chuqur o'ziga xosligi bilan uyg'unlashib ketadi. Bu esa uni oliy darajada ta'sirchan qilibgina qolmay, shu bilan birga shaxsni shakllantirish jarayonining zarur bo'lganligini ham aylantiradi. Oilaning yuksak tarbiyaviy imkoniyatlari, shaxslar va ota-onalarning o'ziga xos xususiyatlari, qon qarindoshlarining muhabbati, yaqinligi, ishonchi, burch hissi, obro'liligi va hokazolar bilan ta'minlanadi. O'z farzandining barcha zaif va kuchli tomonlarini yurakdagi cho'g'idan biladigan va uning qalbidagi eng kichik harakatlarni ham sezadigan va tushunadigan, unga ta'sir etishni biladigan onalar va otadan yaxshiroq kim ham ularni ezgulikka, mehnatsevarlikka, do'stlikka, muhabbatga o'rgata oladi. Ma'lumki, xilma-xil faoliyat sharoitida shaxsning qobiliyati eng samarali rivojlanadi. Uning ijodiy imkoniyatlari ochiladi. Shaxs oldida boshqa qayerda ham faoliyatning xilma-xil turlariga jalb etish mumkin. Oilaviy tarbiyaning qimmatliligi va ahamiyati ana shundaki, kichik shaxslik paytida oilada egallangan narsalar bir umr saqlanib qoladi. Xuddi shuning uchun ota-onalarning shaxslarini har tomonlama tarbiyalash majburiyati qonuniy tarzda belgilab qo'yilgan. Ota-onalar bilan ishlash shakllari va usullarini tanlashni odatda sinf rahbari o'z shaxsiy xususiyatlari, tajribalari, o'quvchilarning oiladagi vujudga kelgan o'ziga xos xususiyatlari va ota-onalarning bilim tajribalarini tarbiyalanuvchilar tarbiyalashda yuqorida ko'rsatib o'tilgan xatolar va qiyinchiliklarni, fe'l-atvor xususiyatlarini, o'quv muassasasi, pedagoglar jamoasi muhitni, ota-onalar bilan ish olib borishda tarkib topgan an'analarni va hokazolarni hisobga olib belgilanadi. Tajribaning
ko'rsatishicha, sinf rahbarining ota-onalari bilan hamkorligining ommaviy, sinf tarzida va yakka tartibda ish shakllari oqilona birga qo'shib olib borish, bunda uning mazmunliligi va izchilligiga rioya etish orqali erishiladi. O'quvchilarni tarbiyalashda oilaning bir qancha vazifalari mavjud bo'lib, ular quyidagilardir: oilada sog'lom muhitni yaratish, milliy ruh va turmush tarzini hisobga olish, farzandlar uchun ota-ona har tomonlama o'rnak bo'lishi, farzandlarning ota-onasiga, vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantirish, o'zaro g'amxo'r bo'lishni ta'minlash, oilada huquqiy tarbiyani yaxshilash, oila a'zolarining o'z huquq va burchlarini anglab yetishlari va ularga rioya qilishlarini ta'minlash, farzandlariga chuqur va dunyoviy bilim asoslarini berish, ma'rifatli va ma'naviyatli kishilar bo'lib yetishishlarini ta'minlash, bozor munosabatlarida mos bo'lgan kasb, hunar o'rgatish, iqtisodiy tushunchalarni farzandlar ongiga singdirish. Quyida foydalanuvchi